Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Tuxum yo'nalishidagi tovuqlarimiz sotuvda. Bu tovuqlarimizni o'zi oq, rangi ham oq bo'ladi. Kuniga 100 gramdan don yeydi. Firma sharoitida boqaman deganlarga ham, uy sharoitida boqaman deganlarga ham bo'laveradi, chunki uy sharoitiga ham tez moslashuvchan hisoblanadi. Tovuqlarimiz manzil Toshkentda, Nazarbekda kelib ko'rib netib olsalaring bo'laveradi. Bu katta firmadan oshgani. Misol katta firmalar doimiy o'zlariga ortiqcha boqishadi. Chunki masalan mana 50 mingtalik firma bo'lsa, shu bir 5 mingta oshiqchasi bilan boqadi. Shu 5 mingta oshiqchasidan endi bateriya bo'lib 3 mingta qoladi. Shunaqa narsa bo'ladi. Qolganini o'zi firmaga olib kirib ketib joyini to'ldiradi-da, qolganini sotib oladi. Xuddi shunaqasidan mana xuddi shu partiyadan. O'zi uchun boqilgan, misol sotish uchun boqqanlar ozroq yemidan qisishi mumkin, vaksinasicha arzonrog'idan qilib qo'yishi mumkin, lekin firmadan oshganini unaqa qilmaydi, chunki o'zi uchun boqilgan hisoblanadi. Bu tovuqlarimizdan 1000 dona bor, ob'yomga ham, donaga ham sotilaveradi. Kelib ko'rib netib olsalaring bo'laveradi. Dastavkalarimiz hamma joyga bor. Dastavkalar alohida hisoblanadi. Qirg'iziston Respublikasiga o'tkazishimiz ham mumkin, chunki hozir chegaralarimiz ochiq. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring, like, podpiska bosishni eslaringdan chiqmasin. Qanaqaki savollaring bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishlaring mumkin. Opisiyaga gruppalarimizni tashlab qo'yaman. Gruppaga qo'shilib olsalaring, tovuq haqida boqish, hamma ratsionlar hammasi tashlab boriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.